voy bu ikisi bir so'zga o'tdi. Kino ishlaymiz. Ha, kino ishlaymiz. Sizlar bilan hamkorlashishmizmi deydi. Davor sizlar aka. Shu filmga mablag' silishni o'ylasanglar. Ssenariyni bersa. Program ishlaymiz da. Andaqda bu programni qaysi shaklda, qanchalik mablag' bo'lishmoqchi? kanalı var kıtta. Avval bu filmni 30 qism qilib ishlaymiz. 30 qism? 30 qism. Mana. Sana candan mı? Lala direktör kelganmitinglar? Ro'shangul, kelmasak nishab turamdik? Qachon yo'q usmonsiz Lala direktorga almashtirib oldingiz? Men Lala direktorga yaqinman. So'rab qo'ysam bo'lmamda. So'rg'inimiz yaxshi bo'ldi, Ro'shangul. Biroq shu uchuq, aniq tetik kallangiz bilan ish qilgan bo'lsangiz, texmi yaxshi bo'ladi. Ben hoş buldum Lala direktor menga ko'ngil bo'lganingizga. Lekin men ishlab hozirgacha bir qitim salomatlikdan chatoq chiqib xizmat ta'sir etkazib boqmadim. Uras. Lekin beg'ayringiz bu azroq mafkamanda. Lekin ishga ketishmaydi, ishning unumi yaxshi. Mundaqdan mijil direktor. Xizmatni aqsatmisizlar hisobmi? Ha? Mana Shoma kompyuterda o'yinchiq o'ynag'ili turibdi. Ro'shangul shokolad yeb o'tiribdi. Ma Samiyoz kaskimiz qo'shiqlarni yezib o'tiribdi. O'sha xizmat bo'ldimi? Voy bunday qiziqishlarni ishdan tushgan uyga berib o'yinsiz to'g'ri bo'ldi-ku. Agar men she'r yozmasam, Shomam kompyuterda o'yin ochmasa, Ro'shangul shokolad yeb qahva ichmasa, la direktorning yoshqonchigini ichiladi. Bo'ldi qila. Ma xizmatdachi eng yaxshi xizmatdak ishlanglar. Endi yuz xarqtir qildigan yaqami deychimi? Lala direktor. Men bir tal shokolad yeb ahvol so'rab qo'ygan bunda deyishib ketsak, men hech bo'lib qoldi ekanman. O'zgarsam ham bo'ldi-ku. Belli, endi kallangiz ishildi. Aqlingizni topdingiz, Ro'shangul. Deymizmi, nima degan jiq yegan ushaq axlat yemakliklar bu. Oy sizga qarab yiqma usti ishingizga. Samirib qalampaychib. Men bu men nima kelib qoldim? Voy Ro'shangul, jiq yang. Kola ifiyat trapper challenge. Ro'shangul, voy meni miyat bilsak ku. Yosh ko'nglimizlar shokolad ozyamsak, mok yeganmi? Mushta bo'lib ketgan gapdi shu. Voy Ro'shangul, qanday davomga ketdingiz? Ya bu shokolad yema, shokolad mana. Voy ko'rmaydi. Ro'shangul! Voy mana Ro'shangul! Oy, hop bo'ldimi Ro'shangul? Oy, neymiş bu? Yemeğinde sonumay, hop, yeydiniz. Endi toydingizmi, yengam? Ko'rvatamsiz ya bizni keltirib. Mana bizni ya mana. Ro'shangul! Ağlavatamsiz! Xo'sh, aqlim bilib aqrayli. Am yazıtullah. Semih, güzel. Şoma, Lala direktör. Buradan mı küçüle gitse o köremli müzik seni. Ne oldu? Oy, to'la. Oy, ne bo'ldingiz? Men xatoga qilmagandim-a? Yo'q, xatoga qildingiz demedim. Shundan shokoladni yeb, shokolad yemirib. Voy Ro'shangul, elim jiq yemirib portlab ketay deb qoldingiz. Endi o'zingiz sal kontrol qilmasangiz, deviga aylanib ketmay, deviga.
Yemişlerden bulanlar zaten. Vay kam. Vay. Vay. Nega? Vay, Roşengül. Nima bu? Yaxshi gap qildi. Men xudo gap qilmagandim. Ya, qo'yga ahmat yemaklarni ishib ketdi, sevib ketdi o'ziga mush. Yomon gap. Ya, to'g'ri. Telefon qila, qarab. Ma'qul. Telefon qilib. Endi shu. Ey Shoma. Ma sevmedim bir vinti villiqla ya. Afka makina. Vay. Qizlarga qaraverdik ama aynakka. Hey, sen ma güzelni bek yaxshi ko'rsan. Degani gap qazini ichib etmay, bir xizmatni boshqa. Başlayman. Farketlikçe şuna. Koşak mı kaptı bakın. Bas. Valla değil mi? Murat'la güzel görünüyor ha. Eshikse birdan xaridat etgan, shularni ko'rashtirgan. Yaxshi o'tdi, yaxshi. Voy, bu Ro'shangulchi. Ro'shangul. Hech kelmadimi? Hozir kelib qoladi. Voy, keldi. Voy, qizning bir sifatida. Voy, Ro'shangul. Voy. Seni qiman deb piyodaga o'xshamamsiz? Yo'q, degan saka bo'lgandim. Kirsam ishxona hech kim yo'q-ku. Shuning bilan chiniqqash, shokoladlarim do'kon o'tkazitdi deb chiqib ketgan. Adam chiqqan to'q shu o'chirib turib ketgan. Mana. Sizningcha qarang, shundoq axlat yemeklarni yemadingiz to'g'ri. May tarkibi ko'p, yemeklarnimcha oz yem. Men hozir direktor bilan güzel bir deb qo'yay. Men mezgilda siz katiblikni qilib turib, buchu mening sizning harakat qilganingizga yoritib bergan fursatim bo'lib qoldi. Mana. Rahmat demamsi. Rahmat. Nay to'g'ri gap qildi. Yemang mayliq narsalarni demisman. Ara bir niyat kapsiz mana. Ish qilib o'qidim. Qancha chapotasam cho'qim o'ruqlayman. Shunga o'zim yaxshi ko'radigan yemeklardan voz kechib o'tdim. Asan emasdan mandaq to'g'ri. Yaraysiz. Şu Roşengül emmini sattın ya. Ha? Ezin bas satqıcı. Bunu işkele besin biz yevasa kılmak. Gammış, bal nimandamış da gapni qildigansa deb. Bu Ro'shangul shuni bir niyat kelgan vaqtda bir yaxshi ishini bir pushaymonga aylandim-da unda. Shu emas Mejitga. Meni o'ruqli shuni ozroq o'ylab qo'ymoqchilar. Shokolad yeymiz deb qo'y atbrayman yeysanlar. Roşengül. 你要买个给外卖好啥？你现在就下去卖去啊！正好啊，上来下去就当减肥了，一举两得啊！ Ay, bo'ldi. Bo'ldi. Buni beray. Chiqib yanlar. Yaxshi yaraysiz. Ajab martob ketdi bizga Ro'shangul mana biz yigitlarni iymon qilman dedi. Voy. Mejit direktor, sizmi ishni ulg'aytmay qarang, ha? Ma'lum xizmatni boshlayib yetinglar. Tushchi bir-biringlarni tamoq vaqtida o'zaro iymon qilishib olasizlar, chuma? Bo'ldi, chaqchaqmi shay bo'lsin. Hammalar qizim pullarni boshlaydi. Ey Ro'shangul, Mekke. voy makilni afganmaydi. Ko'rib boqaman. Mushni sakratsiya. Bir qonqib chiqib pastga o'tdi. Yana bunday o'xshtayman. Kerak. Bir sakrab ketgan qanday sakrab bu kerak. Voy sakrab ketgan, voy jo mabada bilan sakras qanday oldim ko'rib boqay. Buna Roşengül. Kichik vaqtimda boshlang'ich qolgan uxlaydim, unga qo'rqib kelman. Buna. Tam Vay, ben kılamadım. şirket örlük yapısı tam tutib olamsizlar. Ya bir işlemem olsa. Bak kuş hakkında şuna. Ver. Evet, resim tatlıya özgürlük ben aldım bir. Ulaşım sunu xuza. Sormamışsın mı balladı? Tishqo fazilda. Yaxshi. O'tganlik ko'psiz-ku. Mama? Ha? Bu gapni sizni so'rasam bo'lar. Voy, nima bo'ldingiz?
Tatlari bütün kiyimlerini giyilip olimpiyatlara katapsız ya. Çüy topadı da kaldı. Qay pozluqqa shu ozroq o'ruqlaymi deb shu harakat qilib, atdiganda bu binib kap, kechdimu men ketib borman. Ana keyin men ishxona o'zimni jiqroq ishlarni tepib, harakatni jiq qilay debchi. Yaraysiz. Maaşınız boptu. Çınıpsınız baba, salametliğiniz payısı var. Kisel olmaysınız. Pozluqqa o'chib kep qildingiz, burun salomatligimni nacharmidi. Bu yaprak yipimde hata düşünüp kapsız. Bina demek çoğunu ben de hemen kisel boludu. Sizin ağırıp kalman kisel olup kalman demek ben. Şu endi ma ishxonalarimiz, süsümüz, o'ruqlamda da yurib shu sizni moshtaga qotgan o'xshaydi. Davud ulan. Ne oldu demene? İş kılap. Salamet bulan. Çınıktan. Hem de siz bana semirip, küptek bulan. Kutan az kısa olur. Müştak mağamaya koysanız. Kız belki tesir etse, o vakti kaplap kılamak sizden. Sizni qablab qolmishsin deb tilishib chiniqyaptimi? O'ruqlayaptimi? Baptu baptu. Yaxshi baptu. Ondan sonra xizmatingizni daxliy qilman. Ben kirdim. Ularda? Choy ichamiz, qahvami? Choy. Ha, ma'qul. Hozir kirib tamab Ma'qul. Rahmat. Yarisi men qoldim. Odam baba? Odam baba? Bu ya. Ay nima deganda bo'ronda qolgandek to'lab yuraysiz. Kesin olibdimi? Ya. Akşam sho'ng'izlikdan qo'rqilgan kesdan qo'zg'alib qolibdi ekan. Shuni qo'qlashlarni vaqirab saqlab elim siz bor ekansiz, bu qanday qilavermayman? Bo'lmagan bo'lsa, men ishxonada yolg'iz yig'lab o'tirar ekansiz a? Yig'lash nima o? Yurgib pommadan etib ketadi-da. Bu gapdan qilgan. Ay bo'ldiqlar, ishimiz qilgan. Bak. Şimdi qilay. Sipoda anglayman qo'yman. Qachon bo'lgan? Ha, hozir anglayib ketgan. Bo'ldi. Bu otib ketdim. Shunday. Ben navoz o'ruqlab ketsangiz, ishxona ishga amay kalar tasha bo'lib ketsa, yana xizmatchi qabul qilamiz deb nalar juramiz a? Ey Sami, Elbika axatlar qo'shib ochiq tashiyotmay sizni tilog'a. Voy bir xizmatingiz qilingan o'ruqsimizniki bilan qolmay. Deganda. Nima o'zim ishni qilyapman Ro'shanga. Sizda bu o'ruqlikni talashmagandimi? Ha, bo'z buni talashsangiz a, mendan. Xizmatingizni qiling, o'zingiz ishni qiling. Maha gapingiz bo'ladi. Maha gap o'ralib. Lekin Ro'shanga bir ish faqat qalamda o'tmadi. Voy sizdan qalingiz o'tmaydigan ish bakli jiq. Endi nim qalingiz o'tmadi. Mushu asli o'ruqlab ketib qolsangiz, dunyo xarakterlik mo'jizalab qoldimi? Ya mushu rasm o'ruqlab qolsangiz shu qaram. Men mushu o'ruqlash to'g'risidagi bir dasturni she'r izpashi bir kitob chiqardim. Hey! Voy! Suvni chich.我今天看见了一个全新的乳腺哥，我得好好看看到底是不是你啊？没得的。喂，乳腺哥，明天早晨你是第一个到这儿来干活的，为了你也为了我们大家。其实啊，你自己这么样啊，对你的身材啊是最有帮助的啊。Gap qildi ekansa, men xuddi burunni faqat toza qilib boqmagandek. Hey Ro'shanga, bugun men ishchanligimni qarabchi, bir xil qo'shib qoldim. Voy rahmat.
Bo'ldi sen men, ha? Varanchilik qilib bir şey keldi bu yerga. Bir yerim birim tishlolmaganda. Voy shu pazilka, herchi qo'ygan ishilik toqlab qilib ketdi, men o'yinadan qo'rqib o'tdiganda. Bir närin bir o'qigan adamdaksina. Bunda bir ilmiy bo'lsang bo'lmamdi, ilmiy menda. Keçir olan daqsa. Şu ayajaldı bakırıp satmak. 오이 세미야 사시년이 드무치도 이제도 진실을 와 Samima. Voy yana shu qatbati donqab she'rga ilhomini topgandi shu. Fakat özünüzge almayısınız Roşengül'e. Ha? Ne bileyim? Meni o'ylab topgan narsam çok qarang. Ha. Mushu siz chiniq bo'lyapsiz. Bütün chiniq ishdan unim faqatla sizga ta'sir qilmay, uruqlash yo'q. Kim samir git bağlanıp görüyorsunuz da var. Ha, ko'p qilmasan uyga naqlib Bo'ldi. Nima qilsan? Chaqchaq deganim chekib afgan. Bo'ldi endi. Birga tutib olsang, dar kelsa ishini qiling, Uruqlash uchun Roşengül chiniqdu har kuni ming chiniqsi bakadur. İtlip gidin bir kere Samia! Ya kirsin qo'zg'amoqdan da. Chaqchaq qildim da. Ha, shuni qilaman. Ha, o'sha qizim kiram bu. Bo'ldi endi ballar, bo'ldi chekib ish ketmaylardi, chaqchaq degan yo'limda. Endi kim bu qildim, yana chaqchaq qilgan bo'lsa, xafa qolmayman. Kire. 세미 왜 Kırama. Oturalım. Fukularım. Hizmet jarayonida ancha-muncha kulki chaqchaqlarga o'tirib pishirsanlar, unaqa fikrim yo'q. Uni yaxshi ish. Bakmi zerikib ishlab kelsa, xizmatning unumi yaxshimaydi. Yana bir xil kayfiyatga ta'sir etadi. Ammo chaqchaq qildimda, eg'irga qilib, zitiqtigidan gap so'zlarni qilsanglar, hamma ish buziladi. Oldinglarmi? Bo'libmi samiysatga? Ha, sen bilaman, ko'nglimda yaxshi. Chaqchaq qildimda, eg'irroq ashur etib qolsan. Ama yaman niyatda qilmaysa, lekin eshib kesib qo'ysin. Shu, men buni diqqat qilib qoldim. Ha, diqqat qil. Ro'shangul. Sizdan tushunimi? Siz oq ko'ngil, tirishchan, bizning yaxshi xodimimiz. Va bo'ldi, endi shirlab. Jilmana bo'ldi. Ro'shangul. Ro'shangul xafa bo'lma bo'ldi. Bu so'rdi-ku. Bol ko'nas ama. Gibi olsa olayım. Anda olsa, ishdan bo'lsinmi? Aras, sizlarni davomli o'riqlayveramiz, juma? Siz to'g'ri siz o'riqlayveramiz Ro'shangul. Men sizga naqs o'riqlagan she'rlardan tayyor qilib turmayman. Ajja, seni ukam. Hozir deb biz yana shu gapni qilib kelsa. Adam she'r bilan o'riqlanda. Mama chiqa baba gapni. Ashna olsun juma. To'g'ri, amma. Chaqchaq qo'ydi. Ha? Rahmat bazilka qo'y. Güzel. O aldaqayliq setib chiqarilgan mallarni tizimlikka ratlab qo'ydik qara. Ha, ma'qul. Shoba, sen xapomaymi shuni bu xamchi o'tpasan o'tgana. Tez. Mava ilolaysiz. Güzel. Mavi otenin materyali. Mana tushdan keyin chuqur yo'l yutizma Yar Muhammad Moltok saqlab da açık ama adam ha. Ma'qul. Ma qolgan bolalar, avo vakolatchilarnikini tuzib qo'ydi dedinglarmi? Buga ma tushda Damamma ismini qo'shib ishlaytayli. Tamoqni shay akib yeyli ha bolalar. O'zma ish tugmaydigan o'xshaydi. Ismini qo'shib ishlamdi. Men ashna degandimi boya?
Hatırlayacağım bunu Afika. Düştük tamak pulunlanıp ben götürüydüm. Uy. Hey hole. Semiye. 今天中午可市里顿饭钱吗？ mana Shoma o'zidan moliyaviy talantini joriy qildiryapti. Sen chiqib akreditatsiya yaylash. 哎，Semiye，我去可以的。我最担心的啊，我去买饭，把没几这个钱多花了。哎，没事，花就花噻啊。小马，你去，干不浪了，你们他妈黑死了啊！ Ben söylemeyi. Ben mo. Shoma chiqsa, aka meni to'g'ridan boshqani akirmaydi bu. 那么你去吧。 Men chiqmaydi. Boz men chiqib qolsam, meshkamdan hisobini sakkiz yashimdan. Jipazır kılmayı diyelim. Nim kılıp durganlar bala olap kaldın cuman sen hazır. Yana yakla boyuna söz var. Bal kopasa olmadım ha. Çöp 30'luk tavap. Halqa tamakni bir qil mishayga açıklasın kopkana. Men chiqib. Ye? Men chiqayapman. Ya kopa. Hemen kavap şişmeyme. Onun üstü hediye toplanan beni düşüp çıkartacağım. Mayshdan ketadimiz Roshanga. Namaz qilay. Müzikka. Lekin bir xil tamoqqa chiqavermayman müzikka. Yo'q shu bir xil ziyofat qilmaymiz ku, shu bir xil tamoq bilamsan. Mana shu tamoq qilinglar. Mana nima qilasiz? İşte bulan. Mishayga chiqdinglar. Voy. Kavop qo'yganmiz, shunday yaxshilariz. Qaysi baddan kavop yasasan? Men. Yon qaraysan-ku. Tamoqqa kirdim yavrular. Ha, Mijitga, tamoq keldi ya. Dengiz nomana kirgan siz-a? Ha. Hazırda tabak geldi. Ha. Kim tabak ya? Deniz Ömer. Aytmak kagazı bu. Evet. Ha, güzel. Hoş. Hoş bak ya. Ha bak. Ha, Shoma. Kuyunda. Uy. Ha hoş kart. Nasıl? Ha, güzel. Oy Roshanga. Siz nima tamoqlar yemoqdasiz? Men bilan choy ichasizmi? Ha? Roshangizda o'riqlash uchun may tarkibi ko'p tamoqlarni yemayapsiz-da. Bo'pti. Bir mazgil ye, toz chiniqsangiz, keyin yeyolmaysiz bunday tamoqlarni. Ha? Shundaqmi? To'g'ri eslayapti. Shu men bir mezgil maylik narsalarni jirahan qilmayman degan. Uy. 哎，我们这里面啊，能剩不少饭钱呢。哎，如仙哥，晚上是不是也不吃饭？ Ha shu. Keçdim ijmaatım ha. Atdiganda normallaştı gördüm. Roshanga bunda qisqiz bir yilda o'riqlayolmaysiz jumu. Ha. Dalkan. Şakadan mı? Ruşengal aram bir. Orklaş gayreti giyen tabi zerbi kılan gibi. Medet vermem sizdeyim. Yo'q, Fazlika. Men demakchi, Roshanga tezroq o'riqlasa, bek chiroyli qoshin bir ko'ylak ko'rgandim, shu bir jo'r ko'ylakda shunday deb qo'ydim. Şurada mı? Bunda siz semiren ışkını tamlak yemezsiniz. Ya. Semir işine oynayamazsın ha. Gel vallahi. Hatta o sıkıntı yakınma. Başka yakınma. Mana bir xizmat to'g'riliq paran qilinglar. Ben unda demedim hiç. Ha, hazırlıkım demek ki biz o'riq semizlik to'g'risida gap emas. Sen qiziq parani to'g'risida parani sen demek ki shok yok ha? Oy. Mana. Samichi to'g'ri tushunibdi, ha? Ey, Semiye. 有学问的人就是不一样啊！哎，都快成Fazlı哥的翻译了嘛！ Amsi she'r yoki adabiyot to'g'risida mana paralashmanda qiziydi. Ha, bir magi bo'ldi. Da, tamam patronda adabiyotdan gibi naqshanda bir xil romantik bo'ldi. Bunda nima ishlasek? Yapkan. Yaqinimizda ancha muncha she'rlarimda bir maktab beradi. Biz murakkaga yoki faqat yozamayapman qo'y. Manlaring taqashdi. Yozsam bo'ldi ku. Ana, unda demakchi emas. Muratmi? Go'zalmi? Ya, unda gap yo'q ekan. Sami,
Biz ma ishxonaga kelgandan yoqi siz bu ishxonada yo nashriyatga yo uyingizga o'xshamay bir qiynalatsiz ha. Güzel, ben sizde demedim ama ko'nglim tushansiniz bunday deyman dedim. Demisizmi, bu ya uyingizga, ya siz hayotga chiqqanda tushgan mehmon sarayingizga, ya nashriyatga o'xshamagandiki. Bo'ldi, Lada direktor. Men shu sizning ashu gaplaringizdan anlagan yoki shu she'r ilhomim yo'q deb atasa yozamayapman. Shu. Endi xizmat ta'sir etmagan aholisida ancha-muncha yezib qo'sh bo'ladi-ku, vallah. Voy, undaq deganingizlar, men ishxonada yozgandiki, mishada o'quvsiz kelib ketgan. Shu uyingizga berib yezing degandim. Endi bir ilhom degan ishxonda o'ydigildi deganim mayda Lada direktor. Ham nariga shu yerda yozgan gap. Hamda xizmat ta'sir etmagan aholisini qo'llab qo'yinglar, shuni bir ancha bir yuzdan nurg'ilgan, bizda jurnallar bari gezdi. Bizning shirkatimiz inoat qo'y. Zamanında şirketin bir hizmet teşkil ettiği aholisida yezib qo'ysam bo'ladi. Hey, bir odam deganing bor, ortiqcha qiziqishi bo'luvchi. Buni xizmat teşkil ettiği aholisida joriy qilasizmi? Bu sizlar qilinglar. Ortiqchilik degan, Rahmat Bazilka. Bu tomoq men uchun eng ahamiyatli, eng ko'ngilli tomoq bo'ldi. Endi bag'och sammaqam. O'tganda nechta bizlarda endi men she'r yozman deb duraqlama shirkatda deklamatsiya qilgan saniga aylantirasan bo'lmaydi. Futbolchilik yo'q. She'r o qalamdan bizamiz. Belki o yüreknin muğluk tevişi, bir elem, bir şatlık, bir de ilham. Yazımen de yazanmaz. Görgellik. Fazılka, koyam şunda to'g'ri dedingiz. E'lon degani chiqib gapiyani topilmaydi. Yo'q sizni kelgandikan amallik. Oy, Fazligar xoma, Düsemi,是一个很大的鼓励。哎，三妹以后好好珍惜呢啊！ Müzik bağlısa, müzikten ölçümünü üstet çatıyor, ha? O'qing. Yana birini o'qing. Ya bana! Çatıyor, oqa. Vallahi Fazılka bu müzik o'qiydiganim bilan chiqmasroq o'qituvchilar odam tilab to'xtatib o'qimaymi? Qiziq gap qilgan bola ekanman. Bu to'xtatmagandek she'r o'qisam men bu. Ama bugungi hozir qilib bo'ldim mana. Yo'q, men yaxshi she'r o'qiyman. To'tapdan she'r o'qisam shu o'qimaydi. Endi Shuni deyman. Qiziq gap qilgan bola da bu. Vay. Ha. Bol, mana shankir buraya. Vallahi andas gap şey olsun. Endi tamaqni yapılab ishini qilamiz. Men gapda endi bo'ldi, ayrim chiqamayman. Tamam, şuradan dur bir çeyine çıkartın. Bol. Ben oradan çay içeceğim. Güzel bir şey. 我知道这做点啥，这吃的嘛。哎， Bu ne kan? Tüzük de qildim. Ben ne dedim o kan? Ha? Neden qattiq mana? Şengül, basmaxonaga gapirib bas buzib ekanmagansiz? Nimani qilishni ish qilmaysiz? Bir hafta 10 kilo o'rg'ildi. Ha? Bir haftada 10 kilo? Ujjig'ini sanjayverib yilingiz chikatmisin? Ha? Meni yilim chikatganman. Ro'shangul to'polmasdan sanjib qo'ysangiz chiqdi. Yo'q qaratmi? Oy, Ro'shangul! Ro'shangul!